Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Men Muhammad Azat. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Yaqında Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoy hukumatining zulmi sababidan chet ellardagi ota-onalar bilan jam bo'lolmay, tirik yetimlarga aylantirilayotgan minglagan Uyg'ur bolalarining fojiasi haqida muhim dokument e'lon qilgan. Ular dokladida Xitoy hukumatining keng ko'lamda berayotgan tutqun qilish harakati va sistemalik zulmi sababidan chet ellardagi Uyg'urlarning yurtlariga qaytib, bolalarni beqish imkoniyatlaridan mahrum qilayotganligini, yana bir yoqdan bu bolalarning ota-onalar turayotgan davlatlarga berib, ular bilan jam bo'lishiga yo'l qo'yilmayotganligini bayon qilgan. Mazkur dokladda chet elda yashayotgan 6 oilaning ahvoli yuritilgan bo'lib, hozir Avstraliyada yashayotgan Mahmudjon shularning biri bo'lib, CNN televiziyasi muxbirlari Xalqaro kechirim tashkilotining doklatiga asosan Qashqarga berib, Mahmudjonning 5 yildan beri ko'rishaolmagan qizini tepib ko'rishtirgan. Muxbirlar Shanxay shahridan aeroplanga o'ltirib Qashqarga qarab mangan. Ularning diqqatini qo'zg'agani aeroplan Qashqarga yaqinlashganda, aeroplan xodimlari barliq yo'lovchilardan deraza pardasini to'liq tushirib o'tishni talab qilgan. Ammo ular nima uchun yo'lovchilarga Qashqarni osmondan ko'rishiga yo'l qo'yilmaydiganligiga tushuncha bermagan. Muxbirlar aeroplandan tushib Qashqarga qadam qo'ygandan boshlab formalik va formasiz nurg'un soqchilarning o'ziga ergishib olganligini bayqagan. Ularning ba'zi sezgur rayonlarni suratga olish cheklangan. Muxbirlar Qashqarga berib ikkinchi kuni ondan Mahmudjonning ota-onasining uyini tepib, qizi Muxlisa bilan ko'rishalgan. Muxbirlarning bayon qilishicha, Muxlisa o'zining ahvoli haqida jiq narsa desa bo'lmaydiganligini biladigan bo'lib, u savollarga ehtiyotkorlik bilan javob bergan. Biroq muxbirlar dadangizga deydigan so'zingiz bormi deb so'raganda, bu qiz yig'lab ketgan va men dadamni seg'indim. Hozir yenimda opammi yo'q, dadammi yo'q. Men ular bilan jam bo'lishni orzu qilaman degan. Mahmudjon 2015-yildan beri 2 bolasi va ayoli bilan ko'rishamayotgan bo'lib, shu yili Mahmudjon Malayziyada doktorlikda o'qiyotganda ayoli Muharram bexastalikdan pasportini yutirib qo'ygan. Malayziyadagi Xitoy elchixonasi uning pasport to'liqlab berish iltimosiga qarata Xitoyga berishga bo'ladigan oq pasport, ya'ni sayohat hujjati tarqatib bergan. Shuning bilan ayoli normal ish tartibi bo'yicha Qashqarga qaytib yangi pasport olgan. Ammo qaytish uchun oz to'la pul jamlab bo'lguncha Sharq Turkistondagi siyosiy bostirish boshlanib ketgan. Buning bilan Muharramning ijoblanishi, xatarlik davlatga borgan degandek bir qator atalmish paketlar sababidan 2017-yili lagerga qamalgan. CNN televiziyasi muxbirlarining Qashqarga qilgan bu muhim ziyorati e'lon qilingandan keyin Mahmudjon uzundan buyon yuzini ko'mgan qizining yuzini ko'rganda va yig'lab turib qolgan so'zlarini ko'rganida til bilan tasvirlab bergusiz darajada azoblanganligini aytgan. Qizining qilgan so'zidan ayolining hali ham lagerda ekanligini to'liq jazmlashtirgan. Chunki muxbir Muxlisadan "Opangiz qachondan beri lagerda?" deb so'rag'nida, qiz darhol bu savolni uyg'urcha qilib, "Bu momisiga deydi" va orqadilla yana bir uyda birisining go'dong'shigan ovoz anglandi. Muxbirlar bu kishining yerlik hukumat xodimlari ekanligini va bu savolga javob berishga to'sqinlik qilganligini jazmlashtirib, ziyoratini oxirlashtirishga majbur bo'lgan. Muxbir Qashqar ziyoratida yana kechirim tashkilotining dokladida guvohlik bergan oilalarning biri navbatda Italiyada yashayotgan va kech-kunduz yurti Qashqarda qolgan 4 farzandining yo'lini ko'zlayotgan Mehribon Qodir va Abdukim Mamtimining bolalarining izdirikini qilgan. Muxbirlar bu bolalar solab qo'yilgan Fayzovat noyalik ijtimoiy farovonlik o'rni deb atalgan bolalar lagerini izlab tepib borgan bo'lsa-mu, Xitoy doiralari muxbirlarning bu bolalar bilan ko'rishishiga yo'l qo'ymagan. Ular 2 soatdan ortiq saqlash va hukumat xodimlari bilan nurg'un talash-tortishlardan keyin doiralar aran muxbirlarning bolalar bilan telefonda ko'rishishiga yo'l qo'ygan. Ular 4 bolaning biri Yahyo bilan silliq ko'rishgan. Muxbirlar Yahyodan "Sen ota-onang bilan jam bo'lishni xohlamsan?" deb so'raganda, Yahyo aran shundoq deb javob beradigan. Muxbirlarning aytishicha, Yahyoning gap qilganda davomli yenidagi biriga qarayotganligi va uning ko'rsatmasi bo'yicha gap qilayotganligi aniq ko'rinib turdi ekan. U kishining Yahyoga "Singlim bilan har kuni ko'rishib turyapman" deganligi anglab qolgan. Xuddi Muxlisaga o'xshashlar Yahyomi muxbirlarga ko'p narsa deyishga jur'at qilamagan. Muxbirlar 8 minutlik suhbatdan keyin telefonni qo'yib etgan. Keyin muxbirlar bolalarning Xitoy doiralari tomonidan so'roq tortilganligidan xabar topgan. Shundaqdimi bu bolalar birlikda "Dada, opa sizlarni seg'indik" degan xatni tutib tushgan rasmini ota-onasiga avatgan. CNN televiziyasining Uyg'ur bolalari va ularning ota-onalari yuzlashayotgan bu inson qalbidan chiqqan zulm haqidagi xabar tarqalgandan keyin zo'r inkas qo'zg'agan. Bu chorasiz ota-onalar va bolalarning ahvoli videoni ko'rgan nurg'un ko'rurmanlarni qattiq azoblagan. Albuki Xitoy taraf bo'lsa paketlarni yana rad qilmoqda. Xitoy hukumati har qatim Uyg'urlar haqidagi qiyin savollarga duch kelganda, muxbirlar berib ko'rsin. Bizning eshigimiz ochiq. Bizning yushiradigan narsamiz yo'q degan bo'lsa-mu, biroq CNN muxbirlarining bu qitimliq ziyoratida o'xshash qiyinchiliklarga, to'salg'ularga duchor bo'lishi Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat ishlayotganligi
va uning haqiqatan xalqaradan yushiradigan jinoyati borligining yana bir isboti bo'lib qolgan. Xitoy Kompartiyasining Angliya va Yevropa birlashmasiga atalmish jazoga qarshi turish jazosini yo'l qo'ygandan keyin G'arb davlatlari bilan Xitoy Kompartiyasi o'rtasidagi ziddiyatning keskinlashishiga ergishib, 26 mart kuni Amerika va Angliya rahbarlari Birlashma Demokratik Davlatlarning Xitoy Kompartiyasining bir balvoq bir yo'l planiga qarshi turish tashabbusini o'tirib qo'yishini umid qiladiganligini bildirdi. Oldingi dushanba kuni Amerika, Angliya, Yevropa birlashmasi va Kanada Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichilik sababidan Xitoy Kompartiyasining munosabatlik amaldorlariga jazo yurgizgan. Orqadan Xitoy Kompartiyasi Yevropa ittifoqi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga atalmish qarshi jazo e'lon qilgan. Johnson Xitoy tarafidan jazolangan 5 kishi bilan ko'rishganda ularni to'liq qo'llaydiganligini, Angliyaning Amerika bilan ittifoqlashib, Xitoy Kompartiyasining bir balvoq bir yo'l strategiyasiga taqobil turib, har jihatlardan tizginlaydiganligini, Xitoy Kompartiyasining taraqqiy qilayotgan davlatlar va Afrikaning ko'p joylarini egallab olganligini, bu davlatlarning Xitoyning qarziga petib qolganligini, ularni qutuldirish va tanlash uchun Xitoyning bir balvoq bir yo'l planining o'rniga boshqa programma tuzadiganligini, G'arb davlatlarining buni qilish kerakligini, Juma kuni kechda Joe Biden bilan o'tkazilgan telefon suhbatida ikki taraf bu tashabbusni qo'llash uchun 100 million fond sterling ta'minlashga qo'shilganligini bildirgan. Yakshanba vaqt gazetining xabar qilishicha, Angliya ichki ishlar ishxonasi yaqinda josuslik qonun loyihasi e'lon qilib, bu Angliyaning Xitoy Kompartiyasining josuslarini qo'g'lab chiqarishiga qulaylik yaratadi degan. Shundaqla mazkur qonun Angliyadagi chet el axborot xodimlarini tizimga oldirishga boshlagan. Sharq Turkiston vaziyati va Uyg'urlar duch kelayotgan irqiy qirg'inchilik oldida izchil sukut turib kelgan Saudiya Arabiston va Iran hukumati Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining xizmat ziyorati jarayonida o'zlarining Xitoy hukumatini qo'llaydiganligini yana bir qatim ifodaladi. Xitoy Xinhua agentligining 25 martdagi xabarida bildirishicha, Wang Yi xizmat ziyorati uchun Riyodga borgan hamda valiahd Muhammad bin Salman bilan maxsus suhbatda bo'lgan. Suhbatda Saudiya Arabistonining O'rta Sharq vaziyati, Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi roli qatorliq masalalar haqida fikr almashtirgandan keyin ikki taraf terrorlikqa o'rtaq qarshi turadiganligini bildirgan. Muhammad bin Salman shu qatorda Saudiya Arabistoni hukumatining Xitoy hukumati ijro qilayotgan atalmish terrorlik qarshi tadbirlarni qat'iy himoya qiladiganligini, shuningdek Xitoyning Hong Kong va Sharq Turkistondagi egilik huquqini butun kuchi bilan qo'llaydiganligini, hamda bu vaqtda Wang Yiga va'da berib, o'zlarining Xitoy Kompartiyasining ichki ishlariga hech qanday ahvolda aralashmaydiganligini, hech qanday bir guruhning islom dunyosi bilan Xitoy o'rtasida surkilish paydo qilishiga yo'l qo'ymaydiganligini ta'kidlagan. Iran davlat taratqullarining xabarida bildirilishicha, 27 mart shanba kuni Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan Iran tashqi ishlar ministri Zarif 25 yillik hamkorlik kelishimi imzolagan bo'lib, Wang Yi ikki davlat munosabatining navbatda strategik sheriklik darajasiga yetganligini, Xitoy Iran bilan bo'lgan munosabatini umumyuzlik taraqqiy qildirishni xohlaydiganligini eskartgan. Wang Yi Tehronda kelishim imzolanishidan ilgari Prezident Hasan Ruhoniy bilan ko'rishganda, Ruhoniy kelishim haqida yadro kelishimining yo'l qo'yilishi va Yevropa davlatlarining mas'uliyatini ado qilish jihatda ikki davlatning hamkorligining intayin muhimligini, Xitoy virusiga qarshi Xitoy ta'minlagan vaksinasiga ehtiyoj borligini bildirgan. Egilishicha, bu kelishim tunji qatim Xitoy prezidenti Xi Jinpingning 2015-yildagi Tehron ziyorati jarayonida o'tirib qo'yilgan ekan. New York vaqt gazetining xabar qilishicha, bu kelishim Xitoyning banka, telegraf, port, temir yo'l, sahiya va ushur texnikasi qatorliq nurg'un sohasiga 400 milliard dollar mablag' selishni planlagan. Buning badiliga Xitoy qarorlik holda Eronda neft setib oladi ekan. 3 yil ilgari Qozog'iston tarafidan Turkiston o'lkasining markazi deb e'lon qilingan qadimiy Turkiston shahri Turk dunyosining ma'naviy va madaniyat markazi sifatida qaytadan gullanish ko'zlandi. O'rta Osiyoning islomlashish musobaqasiga zo'r tuhfalarni qo'shgan Qozoq xalqiga poytaxt Turk dunyosining ma'naviy rahbari Xo'ja Ahmad Yasaviga yurt bo'lgan taxminan 2000 yillik tarixga ega Turkiston shahri Yevropa bilan Osiyoni o'zaro tutashtiradigan tarixiy Ipak yo'li bo'yiga joylashgan bo'lib, Ipak yo'lining ma'naviy, siyosiy va savdo hayotining muhim tugallaridan biri hisoblandi. Hozirgi nufusi 2 milliondan oshadigan Turkiston o'lkasi 1991-yili Qozog'istonning mustaqilligini jakarlashi bilan birlikda qaytadan jonlanishga boshlagan. 2018-yil 19-iyun kuni Prezident Nursulton Nazarboyevning qarori bilan markazlik salohiyatiga erishgan. 2021-yil 31 mart o'tkazilgan Turk kengashi davlat boshliqlarining g'ayri-rasmiy yig'inida Turkistonga Turk dunyosining ma'naviy poytaxti salohiyatining berilishi planlanmoqda ekan. Ay yulduzliq ko'k bayroqning ma'nosi.
Sharqi Turkiston bayrog'idagi oy islomiyatga, yulduz shu tuproqning egalari bo'lgan Uyg'ur qatorliq Sharqi Turkistonliklarga simvol qilingan bo'lsa, ko'k rang tarixdan beri Uyg'ur qatorliq turk qavmlari tomonidan ulug'lab kelinayotgan rang bo'lib, o'rlik va mustaqillik simvol qilingan. Oy yulduzlik ko'k bayroqning muqaddasligi. Sharqi Turkistonning oy yulduzlik ko'k bayrog'ini Sharqi Turkiston osmonida lapilditish va Sharqi Turkiston zaminining har yeriga tiklash uchun necha millionlagan Sharqi Turkistonlik qon oqqizib vatan uchun shahid bo'ldi. Şuna ay yulduzluq ko'k bayroq Sharq Turkistonliklar uchun intayin muqaddasdir. Nurg'un davlatlar o'z bayrog'ining muqaddasligi va uningga bo'lgan hurmat sababli bayroqqa aloqador qonun nizomlarni tuzgan va davlat bayrog'ini xarlab dastigan, ostiga qo'yib o'ltirgan, yirtgan yoki ko'ydirganlarni og'ir jazoga tortgan. Shunga biz Sharq Turkistonliklarga muqaddas ay yulduzluq ko'k bayrog'imizni ko'zimizning qarchiqidek asrashimiz, ustiga qalaymiqan xat yozmasligimiz va hamda hech bir tashkilot ismini yozmasligimiz kerak. Sharq Turkiston tashkilotlari faoliyatlarda ay yulduzluq ko'k bayrog'imiz bilan birga cho'qim o'ziga xos tashkilot logolarini ishlatish kerak. Hargizmi bayroqni tashkilotning logosi sifatida ishlatishga bo'lmaydi. Bu bir aqlli savat. Sharq Turkistonning o'lchamlik davlat kiribi bo'lsa, ay va o turdagi o'zini xat shaklida yozilgan arabcha bismillah. Sharq Turkistonliklarning e'tiqodi bo'lgan islomiyatga, üst tarafidagi 3 yulduz tarixda qurilgan ko'k turk, Uyg'ur va Qaraxoniylar davlatiga, o'ng va so'l tarafdagi bir-biri bilan zich bog'langan 18 nuqta tarixdan beri Sharq Turkistonda yashab o'tgan 18 turk qavmlarining milliy birligiga simvol qilingan deb qarashga bo'ladiganlik o'tirib qo'yildi. Sharq Turkiston davlat kirbidan davlat, millat va e'tiqod bir gavdalashgan shaklda nihoyat ro'shan ifodalanib turadi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.